15 daqiqa davomida har bitta inson o'ziga psixologga bormasdan turib, o'zini holatini, vaziyatini hal qilishga yordam beradigan praktika borligini bilarmidingiz? Bugun men sizlarga shu praktika bilan bo'lishmoqchiman. Bu praktika juda ham bajarilishi oson. Buning uchun siz telefon olasiz va 15 daqiqa budilnik qo'yib, 15 daqiqa davomida o'zingizga og'ir musiqani qo'ygan holatda yig'lashga o'zingizga ruxsat berasiz. Va bu yig'lash orqali sizdagi har bitta o'sha og'riq bergan vaziyat yoki insonlarni qo'yib yuborishga harakat qilgan holatda faqatgina o'ziga yig'lash berish orqali bu vaziyatni hal qila olasiz. Chunki insonda yig'i juda ham kuchli bizani tozalash energiyasini beradi. Va sizga 15 daqiqa davomida bu bajarish natijasida, ya'ni buni davomiy ravishda bajarsangiz bo'ladi. Bu sizni rivojingizga, o'sha vaziyatingiz hal bo'lishiga hamda ichki holatingizda garmoniyani uyg'otishga juda ham yordam beradi. Albatta bajarib ko'rishingizni aytib qolaman. Hamda shuni aytib o'tmoqchimanki, shunaqangi vaziyatlar bor, hozirgi kunda juda ham tez hal qilgingiz kelyapti. Uni hal qilishga sizda hozircha imkoniyat yo'q-da. Buning uchun men sizga konsultatsiyani, coachingni taklif etaman va bu orqali sizni hozirgi kundagi vaziyatingizni hal qilishga yordam beraman. Murojaat uchun direktga yoki kommentariyaga plyus yozni yozib qoldirsangiz, men sizga bu haqda informatsiyani yuboraman.